Qora asfaltni narxini sindiramizmi? Sindiraman. Necha pul qo'yamiz? 7000 so'mdan 8000 so'mdan qilib. Obunachilarimga. Obunachilaringizga Obutuzdan telefon qilyapsizmi? Vodiy bo'ylab 7000 so'm, 8000 so'mdan. Do'stlar qaranglar. Hamma yo'q ichida. Hamma yo'q ichida. Do'stlar qaranglar. Qalinligi 5 sm bo'ladi, to'g'rimi? 5 sm bo'ladi. Zaspkasini olib beradigan bo'lsa, bosib berasiz. Zaspkasini ham bepulga. Necha santimetrgacha zaspka qilib berasiz? 30 santimetrgacha bepul zaspka. Bepul qilib berasiz. Do'stlar qaranglar. Sifatli qora asfalt bo'ladi. Ya'ni Farg'onaning mayan asfali bosilgandan keyin 5 sm qoladi deyaptilar. Eng qiziqarlisi vodiy bo'ylab mana shu narxlarda qilib berar ekan. Ya'ni do'stlar qaranglar. 10 sm-ga 10 sm bo'lgan joyni 7000 so'mdan 8000 so'mdan qilib berishadi. Ya'ni yo'l kiralariga narxi o'zgarib ketaveradi. Ya'ni uyingiz yaqin uzoqligiga qarab turib narxi o'zgaradi, lekin asfalt sifati o'zgarmaydi do'stlar. 1 kvadrat egiladigan bo'lsa 70000 so'mdan 85000 so'mgacha vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Ustakalarimiz nomerini pastda qoldiryapmiz. Aloqaga chiqinglar, sizlarga ham chiroyli qilib asfalt qilib berishadi.